Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrli savatdoshlar, biz bugun bilim xumarlar darsxonasi tarafidan o'rinlashtirilgan balalar iman darsimizning 2-chi darsini so'zlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Biz bugungi darsimizni so'zlashdan burun o'tgan soat o'rgangan darsimizni bir qatam eslab chiqaylik. Biz o'tgan soat darsimizda Allohni tonish demislik darsini qilgandik. Yani biz bu soatlik darsimizda eng avval bizni kim yaratdi? Allah hayvonlarni, o'simliklarni kim yaratdi? Yani bütün olamni kim yaratdi? Degandek savollarga javob bergandik. Kim yaratgandi? Bizning Rabbimiz Allah yaratgan. Yani ondan başqa biz o'tgan soat darsimizda her xil e'tiqoddagi insonlarni ko'rgandik. Biz bu insonlarning ichidagi Allohni tonigan, Allohga ibodat qiladigan musulmon bandalar. Shundaqmi? Endi biz Allohni qanday tonidik? degan savol ustida Allohning bütün insonlarga bergan 4 xil hidoyatni so'zlab o'tgan. Birinchi hidoyatda Allah bütün insonlarni tug'ilgan vaqtida musulmon holatda yaratgan. İkincisi, Allah bütün insanlara özünü tanıtış için göz, kulak, burun, til, terden ibaret sezgi əzalarını bəgəndi. Üçüncü hidayette Allah bütün insanların həmmisiga təfəkkür qılsın deyib aqlını bəgəndi. Dördüncüsü, Allah Teala insanlarını agahlandırış için ve doğru yolu başlaş için peygamberlerine evetken. Ve bu peygamberlerce bazılarga kitaplarını nazil qilgan. Mana bu 4 hidayet bilan biz Allah'ni tanıgandik. Yig'ib aytgan chog'imizda biz o'tgan soat darsimizda Allohning bizni yaratganligini ve olamdagi barliq narsani yaratganligini ve Allohdan boshqa hech qanday bir narsaning mayli u but bo'lsin, mayli boshqa narsa bo'lsin, hech qanday bir narsaning yaratish qadri bo'lmaydiganligini, faqat Allohning lam yaratadiganligini biz o'rgangandik. Endi biz bugungi darsimizda Allohning bir ekanligini o'rganamiz. Endi insonlarning tarixiga qarab baqsaq, insonlar qadimdan tortib Allohning borligini biladi. Allah bar deb e'tirof qiladi, ammo Allohning birligini inkor qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning davriga qarab baqsaqmi, mushriklar Allohning borligini e'tirof qiladi, ammo lekin Allohning birligini inkor qiladi. Ya'ni Allah bor deydi, ammo lekin nurg'un butlarni yasab, mushlar bizning ilohlarimiz deb Allohga shirik qilib oladi. Şunun bilan Allah Teala ularni müşriklardan deb g'azab qilgan. Endi bugungi davrimizga qarab baqsaq, Allohning birligini inkor qilgan nurg'un insonlar bilan birlikda yana Allohning borligini inkor qilgan insonlar bor. Bu insonlar qanday shakllanib qoldi desanglar, Darwin, Marquez, Engels degandek bu ismlarni kim anglagan bo'lishinglar mumkin. Shundaq inson kishilar insonning aqliga yetmaydigan har xil sapsatlarni o'ylab chiqadi. Masalan, Darwin nima dedi? Tadrijiy taraqqiyot nazariyasi degan bir nazariyani keltirib chiqadi. Shunga o'xshash sapsatlardan siyosiy yo'llar foydalanib ketdi. Ya'ni siyosiy yo'llar insonlarni qul qilish maqsadida bu sapsatlarni keltirib chiqargan shu kishilarni qo'llab berdi. Nima uchun qo'lladi? Chunki bir inson Allohni tanimasa, Allohdan qo'rqmasa, qana bo'ladi? Hamma nimadan qo'rqadi. Nihoyatda oson bo'ysunadi, nihoyatda oson qul bo'ladi. Lekin Allohni tanigan, Allohdan qo'rqadigan insonlarcha hech qanday kishiga bo'ysunmaydi. Bu tarafdan siyosiy yo'llarni yaxshi bilgachga, yani Allah'ның barligini inkar qilgan musabsatlarni qo'llab, mushuni taraqqiy qildirsa, o'ziga bo'ysunadigan nurg'un insonlarni shakllantiradiganligini bular tunib yetgan. Shuning bilan mushu necha asrdan beri mana shundoq Allohning birligini inkor
Allah'ның barlığını inkar qiladigan shunday otizm ideyasidagi insonlar barliq keldi. Hozirgi dunyoda dunyo nufusininki 10% ga yaqin kishilar Allah'ның barlığını inkar qiladi. Ammo Allah'ның birligini inkar qilgan nurg'un insonlar bor. Yani shunday Allah'ның birligini inkar qilish bilan nurg'un kishilar kafir, mushrik bo'lib ketyapti. Yani bizning Allah'ның barlığını bilish bilan birga birligini bilishimiz nihoyatda muhim bo'lgan bir masala. Shundayqa biz bugungi darsimizda nimani o'rganamiz? Allah'ның bir ekanligini o'rganamiz. Yani bugungi darsimiz ikkinchi dars Allah'ның birligini tonish. Endi Allah'ның birligi degan nima? Bir degan bilimiz bir son. Shundayqa 1 2 3 deb sanaymiz. Bir degan bir son. Yani bu Allah bir degan gap. Allah bir. Onun hech qanday bir sifat o'xshashi yo'q. Allah'ның yanında hech qanday bir sherik yo'q. Hech qanday bir sheriki yo'q. Allah yakki jigana. Allah bir yerdan tug'ilgan emas. Birisi Allah taoloni tuqqan emas. Yani Allah azaldan bordi. Allah'ның balasi bormi? Balasi yo'q. Bola tuqqan emas. Yani shuni bilishimiz Allah'ның birligini bilganlik bo'ladi. Yani Allah bir, Allah'ның hech qanday bir sifatda o'xshashi yo'q, Allah'ның sherigi yo'q, Allah tug'ilgan emas, bola tuqqan emas deganni kallamlarda haqiqiy his qilsanglar, Allah'ның birligini bilgan bo'lsizlar. Endi biz Allah'ның birligini nima uchun o'rganamiz degan savolga kelaylik. Bu Allah'ның hammamiz Allah bir deb cho'ng bo'lgan bolalar. Endi Allah'ның birligini yana o'rganib nima qilamiz deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Buning sababini deb bilasizlarga. Birinchisi, hani Allah'ның birligini bilish har bir musulmon bir farzandiga vojibdir. Yani hammamizga vojib bo'lgan bir amal. Yani vojib degan Allah buyurgan, qilmasak gunohkor bo'lgan bir masala. Yani Allah taolo Qur'on Karimda fa'lam la ilaha illalloh degan. Yani Allah'ның bir ekanligini, yolg'iz bir Allah'ның bor ekanligini bilgin deb bizga buyruq qilgan. Yani har bir musulmon farzandiga, har bir bolaga Allah'ның bir ekanligini bildirish, yani bizning vazifamiz, bilish bo'lsa, sizlarning vazifanglar. Buni cho'qim bilmasak bo'lmaydi. Anondan keyin kalima shahodat etib musulmon bo'lish uchun Allah'ның birligini bilish va uni amal qilishimiz kerak. Sizlardan so'rab qo'yamda, kalima shahodat degan nima? Kalima shahodat degan qaysi bilasizlar? Kim javob beradi? Adanga. Maşallah. Allah razı olsun. Yani eşhedü en la ilahe illallah. Yani bir Allah'ның barlığına bir şehadet berimen. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'ның bendisi ve Allah'ның elçisi ekanligiga guvohlik berimen degan ma'noda. Yani bu kalima shahodatning beshidagi eşhedü en la ilahe illallah degan gapimiz shu. Allah birdir. Yani Allah'ның yani Allah'tan başka hiç qanday bir ilah yoktur deganlikdir. Yani bu shahodatni aytish bilan biz musulmon bo'lamiz, shundaymi? Masalan, boshqa bir dindikilar, masalan, xristianlar Allah'ni tanigandan keyin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu degan bo'lsa, bu kishi mushu so'z bilan musulmon bo'lishga qadamini olgan bo'ladi. Yani musulmon bo'lgan bo'ladi. Bu musulmon bo'lish uchun qilingan bu so'zning ma'nosini biz bilishimiz kerakmi? Albatta bilishimiz kerak, ha? Anondan keyin biz yani Allah'ның birligini nima qo'yganimiz desanglar, mushu Allohga ibodat qilgan chaqda ondan qilgan ibodatlarimiz qabul bo'ladi. Mush yolg'iz bir Allohga ibodat qilmasa, qilgan amal ibodatimiz qabul bo'lmaydi degan ma'no chiqadi bundan. Va Alloh gunohlarimizni afv qiladi. Alloh taolo bütün günahlarını mağfiret kılıdı. Fakat ve fakat özüge şerik keltirganlik günahını mağfiret kılmaydı. Yani Allah'a şerik keltirişen qanday bo'ldi men keyin sizlarga qaytadan so'zlab beraman. Yani Allah taolo mush o'ziga o'zini bir deb e'tiqod qilmagan insonlarning gunohini mağfiret qilmaydi. Uningdan boshqa gunohning hammasini Alloh mağfiret qiladi. Shundayqa buni o'rganishimiz nihoyatda bek muhim. Yani to'rtinchisi jannat kirishimizning oshquchi. Jannatga mushu la ilaha illalloh bilan jannatga kira olamiz. Bugungi darsimiz nihoyatda bek muhim. Yani bu darsda o'rganib amal qilgan chog'da bizcho jannatga kira olamiz.
Tamam, dersimiz keleylendi. Nima uchun o'rganganligimizni bilgan bo'lsanglar, darsimizning mazmuni keleyli. Allohning birligini endi qandoq bilamiz? Allohning birligini qandoq bilamiz? Siz Alloh bir deysiz, endi boshqalar Alloh bir demayotidi. Biz Allohning birligini endi qandoq bilamiz deb mendan so'rasanglar, buning javobini aql orqali bilamiz deb sizlarga javob beraman. Yani avval biz aql orqali bilaylik. Yani Allohning birligini biz aqlimiz bilan tafakkur qilib bilaylik. Yani birisi Qur'onni bilaylik. Qul huvallohu ahad. Yani İxlos surasida Allohning bir ekanligining nurg'un dalillari bor. Boşuna qul huvallohu ahadga o'xshash nurg'un oyatlarda Qur'on Karimda Alloh taolo o'zining birlikligini so'zlab o'tgan. Endi Qur'onni sizlar hozir yangi o'rganyapsizlar, bara yaxshi o'rgangandan keyin Qur'on Karimdan o'zinglar texmi yaxshi bilalaysizlar. Shundan bugun bu darsimizda biz Qur'ondagi dalillarni ko'rmasdan balki hammamiz aqlimiz bilan tafakkur qilib Allohning bir ekanligini isbotlab chiqamiz. Qaranglar, bu nima? Bu bir olma. Shundaymi? Olmani hammanglar bilamizlar, hammamiz bilamiz. Bu olma. Bu olmaninki her xil turi bor. Yeşil olma bor, seriq olma bor, qizil olma bor, shundaymi? Tamamı her xil. Ba'zilari tatlı chiqadi, ba'zilari bir xil chuchmal chiqadi degandek. Bu olma. Hamda bu qarasanglar, bu olma daraxti. Olma daraxti, shundaymi? Bu olma daraxtininki o'sib ketilish uchun nimaga ehtiyoji bor? O'sib ketilish uchun nimaga ehtiyoji bor? Avval suvga ehtiyoji bor. Shundaymi? Har qanday bir o'simlikninki kichikdan tortib o'sib cho'ng bo'lish uchun suvga ehtiyoji bor. Ikkinchidan tuproqqa ehtiyoji bor. Tuproqqa ehtiyoji bor. Bu hammalarga aniq, shundaymi? Yana nimaga ehtiyoji bor? Olmaning o'sib ketilishi uchun quyosh nuriga ehtiyoji bor. Quyosh nuriga ehtiyoji bor. Quyosh nuri bilan bu o'simlikning o'rtasida qanday munosabat bor? Qaysinglar tushuntirib boqsizlar? Mal nima yupurmoqlar qaranglar. Har qanday bir o'simlikning yupurmoqlari quyosh nuridan foydalanib oksigen ishlab chiqaradi. Oksigen gazi ishlab chiqaradi. Bu oksigen gazini biz nafas olamiz. Shundaymi? Ha, tamam. Quyosh nuri bo'lmasa, oksigen gazi havoga chiqmaydi. Qaranglar, mal bolalar qarab yiqinglar. Sizlarga o'xshash kichik bolalar. Kichik bolalar. Bu bolalarningki, ya'ni biz insonlarningki yashash uchun nimaga ehtiyojimiz bor? Olmaninki tuproqqa ehtiyoji bor ekan, suvga ehtiyoji bor ekan, quyoshga ehtiyoji bor ekan. Bu bolalar nimaga ehtiyojli? Qarab boqaylik. Bu bolalar nimaga ehtiyojli? Havoga ehtiyojli. Yenichu suvga ehtiyojli. Shundanmi suvga ehtiyojli. Yenichu tuproqqa ehtiyojli. Ya'ni biz tuproqni dastlab mengishimiz kerak. Shundaymi? Tuproqqa ehtiyojli. Undan boshqa nimaga ehtiyojli? Havo bilan nafas. Yaxshi, bizga tomoq lozim. Qaranglar. Bu tomoqlar o't-cho'plardan bo'ladi. Yenichu kala qo'ylarningki, har xil bizga halol qilib bilingan hayvonotlarning go'shtiridan bo'ldi. Biz shunday ozuqlikqa ehtiyojli. Yaxshi, mashallah. Endi bu hayvonlar qaranglar. Ma hayvonlar yana nimaga ehtiyojli? Hayvonlarmi yana yeydigan narsaga ehtiyojli, havoga ehtiyojli, to'piga ehtiyojli, yenichu suvga ehtiyojli. Shundaymi? Bularning ehtiyoji shunday ekan. Endi ma yirtqich hayvonlarga qarab yiqinglar. Bularchi bir-birisiga ehtiyojliqmi? Bir-birisiga ehtiyojli. Shundaymi? Masalan, ba'zilari o't yeydi. O't yeydigan hayvonotlarni, go'sht yeydigan hayvonotlar yeydi. Küçük hayvanotlar, aciz hayvanotlarni yeydi. Shunlar bir-birisini yeb, shunday hayot kechirdi. Shundaqo? Bu bir tabiatning qonuniyati. Tabiatning qonuniyati. Demek bütün hamma narsa bir narsaga ehtiyojli ekan. Bu ehtiyojning hammasi nimaga ehtiyojli ekan? Eng muhimi quyoshga ehtiyojli ekan. Shundaymi? Hammasi quyoshga ehtiyojli ekan. Yer sharidagi bir narsalar hammasi bir-biriga ehtiyojli qo'ygandek, ham yer sharida yashayotgan, zaminda yashayotgan narsaning hammasi quyoshga ehtiyojli ekan. Endi bu quyosh o'z joyida turish uchun yana nimaga ehtiyojli? Atrofidagi bütün yulduzlarga ehtiyojli. Mao yulduzlar mesela mana quyoshdanlar, Mao bizning yer shari shundaymi? Yer shari bilan quyoshga o'xshash har bir yulduzning o'rtasida
o'zaro kuch bo'ladi. Bir-birini tortib turadigan, tekib turadigan bir kuch bo'ldi. Mushu kuch, ya'ni Alloh tarafdan kelgan bu kuch bilan bu yulduzlar o'zining joyidan 1 metr ayzig'mayzi qiyib ketmasdan o'zining joyida turib, o'z Alloh taolo belgilab bergan yo'lida mangadi. Şunun bilan bir-biriga so'qishib ketib qolmaydi, yoki ostlab qolmaydi, tezlab qolmaydi. Agarda o'ylab beqinglar, bu Alloh taoloninki qonuniyati, shundami? Qonuniyatiga. Yana o'ylab beqinglar, bizningki, mushu biz insonlarninki, yoki bir o'simlikninki o'sib ketilish uchun nimaga bog'liq bo'ldik? Bütün zimindagi narsaning hammasidan boshqa osmondagi yulduzlargacha bu shunga munosabat ko'p chiqdi. Shundaqmi? Endi o'ylab boqaylik. Masalanga, mau bir yulduz deylik. Mau yulduz azroq qiyib ketib qolsin. Azroq bir joydan o'tkilib ketib qolsin. O chaqda qanday bo'ldi? O'tkilib ketib qolsa, bütün olamning tartibi buziladi, shundaqmi? Bütün olamning tartibi buzildi. Bu chaqda yer sharim buzildi. O çağda yer şarımçılık biz yaşavatkan üstünlükler, hayvanatlar, insanlar hemmesi bozuldu. Eğer bundan biz nimeni bilemezsengler, bütün alemini başkuruvatkan Allah'nınki bir ikeligini biliniz. İlahның bir ikeligini biliniz. Eğer de Allah'tan başka yeni bir ilah bulup kalgan bolsa asmanda, yoki zaminda, Allah'tan başka yeni bir ilah bulup kalgan bolsa, bu tertipni başkurumen deb, birisi mayzuttasda, birisi matrapga tortib, bu chaqda bu olamning tartibi qanday ketadi? Butunlay buzilib ketadi. Mushu tabiat yaratilgandan tortib hozirgacha bo'lib kelgan bu koinotning sistemasi mushu holatda davom qilamdi, davom qilmaydi. Balki buzilib, vayron bo'lib ketadi. Bu cho'ng olamga endi kichik bir misol aytib boqaylik. Masalan, bir shaharda ikki bosh chiqib qolsin. Ikki bosh chiqib qolsa, birisi deydiki, men maoshni qilaman. Yana birisi kelib, "Yo'q, sening deganingni qilmayman, men maoshni qilaman" deb ikkisi jadallashib bir ish ijro qilinamdi. Bir ish bo'lamdi, hargiz ish bo'lmaydi. Masalan, bu ikkisiga boshqariladigan xalq bor deylik, sizda jurg'iji xalqlar bo'lsa, bu xalq kimning gapini anglaydi? Ma boshqaning gapini anglamdi, ma boshqaning gapini anglamdi. Qaysining gapini anglashni bilinmay qoldi. Shuni bilinmay, bularning joyi to'xtab qoladi. Ya'ni bularning hammasiniki butun turmush ritmi ta'sirga uchraydi. Ya'ni bir shaharni ikki boshliq boshqara Muşundan o'xshash, mushundaq zo'r koinotni, zo'r koinotni mushundaq tartib bilan, mushundaq qonuniyat bilan boshqarayotgan Alloh faqat bir. Agarda ish ko'p qolsa yoki ushib qolsa, bu tartib albatta buzilib ketadi. Bu bizning aqlimiz bilan tafakkur topgan birinchi dalilimiz. Ya'ni Alloh bir olmay qolsa, bu koinot bundaq tartib qilib turmaydi. Endi yana qarab boqinglar. Ma'nimi osmon, shundami? Osmon. Osmonga bak qarab boqinglar. Osmon qarab boqinglar. Osmon qarab, osmonda biray yuchuqni ko'ra oldinglarmi? Ko'rolmaymiz. Osmonga chiqish uchun biray shuti bormi? Osmonning mushinda qalatda, zaminning ustida turish uchun hech qanday bir shuti yo'q. Hech qanday bir kama tishilib qolgan bir yer yo'q. Ya'ni qusursiz bir osmon. Buningdan hargiz qusur topolmaymiz. Agarda iloh bir olmay netchib qolgan bo'lsa, bu osmonni birsi o'zi tortib, birsi o'zi tortib, mundaq go'zal holatda, bunda qusursiz holatda tura olamdi? Hargiz tura olmaydi. Dengizga qarab boqinglar. Zaminninki qaranglar, 4dan 3 qismi. Zaminni 4ga bo'lsak, buning 3 qismi mushu dengizlar bilan sular bilan qoplangan bir zamin. Bu su, bu qaranglar, bu yer shari, bu zamin her vaqt chugilab turadi. Ammo lekin bu suv chukib ketamdi? Men chukib ketamdi? To'kilib ketamdi? Hargiz to'kilib ketmaydi. Shundami? Hech qachon biz dengizning suyining boshqa yerga ketganligini, to'kilib ketganligini ko'rib boqmadik. Ya'ni Alloh taolo bir bo'lganligi uchun her vaqt mushu suvni yer sharining, mushu zaminning tortish kuchi bilan birlikda mushu zaminni suvni joyida jim turg'izadi. Zamindagi tog'larga qarab boqinglar. Tog'lar joyidan o'tkilib ketib qolamdi? Hargiz o'tkilib ketmaydi. Alloh taolo uni muqim holatda shundoq saqlab, kontrol qilib turdi. Quruqliqlarni shundoq.
Allah bir boğaşqa kainatning tartibini, qonuniyatlarini mushundaq tartibli holat saqlab turdi. Endi bu yoqqa bolalarga qarab beqinglar. Har birisining yuziga qarab beqinglar. Bir-birisiga o'xshamdiki. Hech qaysining chiroyi bir-birisiga o'xshamaydi. Mushunga o'xshash yer sharda yaratilgan barliq insonlarningki chiroyi bir-biriga o'xshamaydi. Ko'zlari qaranglar, ko'zlari qarab beqinglar. Ko'zlari bir-birisiga o'xshamaydi. Moddiy enaysi buni balkim ba'zi jiqlaringni bilmaysizlar. Hujayra qurilishlari bular o'xshamaydi. Barmoq izini qarab beqinglar. Har bir insonningki Odam alayhissalom zamonidan tortib hozirgacha yashagan butun insonlarning barmoq izi o'xshamaydi. Ammo lekin butun insonlarning hammasining ikki tal ko'zi bor, bir tal burni bor, bir tal og'zi bor, ikki tal quloqi bor, ikki puti bor, ikki qo'li bor. Shunday yaratilgan. Ya'ni bir-birisiga o'xshamaydi-yu, lekin mohiyati o'xshaydi. Hammasi shakl jihatdan o'xshaydi. Yani bu insonlarning yaratilishiga qarabmi, inson yaratquchining faqat bir ekanligini bilalaymiz. Agar yaratquchi bir bo'lmagan bo'lsa, qanday bo'ladi? Bir yaratquchi kelib, ikki qo'lliq, ikki putparchoq odamni bir yaratgan bo'lsa, yana bir yaratquchi kelib balkim ikki qo'l ozib qopti, uch qo'l yaratayli, na'uzubillah. Yana birisi kelib bu insonningki chichi beshi do'may boshqa yerda bo'lsin degandek har xil o'zgartishlarni kirgizgan bo'ladi. Yana bir iloh bo'lgan bo'lsa. Lekin bizning ilohimiz faqat bir bo'lg'ashqa insonlar yaratilgandan tortib ta hozirgacha mushu shaklda turyotidi. Ya'ni mohiyati qat'iy o'zgarmayotidi. Yana qarab beqinglar, bu nihoyatda go'zal bir bog'cha deylik, bir bog'cha. Bu bog'chadami nurg'un o'simliklar bor ekan, gullar bor ekan. Bu gullarning hammasi bir-biriga o'xshamaydi ekan, qaranglar, ranglari, shakllari hech qaysi bir-biriga o'xshamaydi ekan. Ammo lekin hammasi to'proqda yetishidi ekan. Hammasi to'piga tikilib, to'pidan uzuq qilib, to'pida o'sidi ekan. Hammasi havodan nafas oladi ekan, quyosh nurida o'sidi ekan. Ya'ni bir-biriga o'xshamaydi-yu, ammo lekin mohiyati bir. Hech birisi osmonda qushga o'xshash uchadigan emas. Hech birisi mushukka o'xshash mengib yuradigan emas. O'simliklarningki qarasanglar, hammasi yıldızlar yerga o'rnatilgan. Hammasi osmonga qaragan, quyoshga qaragan holatda. Ya'ni yıldız ustiga o'sib qolgan, gullari yerdan tegib o'sadigan ahvol mavjud emas. Ya'ni Alloh taolo yaratquchimiz Alloh bir bo'lganligi uchun o'simliklarni har xil, har rangda yaratgan bilan hammasiningki mohiyatini, ya'ni o'xshash holatda yaratgan. Agarda yeni bir yaratquchi bo'lgan bo'lsa Allohdan boshqa, buni o'zgartib o'tgan bo'ladi. O'zgartib o'tgan bo'ladi. Qaranglar, mav gullarga qarab beqinglar. Bu lali gul, bu atirgul, bu balkim bir nashbitning chichigi, bir daraxtning chichigi deylik. Bular qarasanglar, masalan, zaminga qarab boqayli. Zaminda, mushu biz yasayotgan zaminda Allohdan boshqa yeni bir iloh bo'lgan bo'lsa, Allohdan boshqa bir iloh bo'lgan bo'lsa, masalan, Turkiyada bir iloh, na'uzubillah, Kanadada yana birisi bo'lgan bo'lsa, mal chechaklar bir-birisiga o'xshamdi. Masalan, Turkiyada o'sgan atirgul bilan Kanadadagi atirgul o'xshamdi. O'xshaydi, shundami? Turkiyadagi nashbitton chichigi bilan Kanadadagi nashbitton chichigi bir-birisiga o'xshamdi. O'xshaydi. Laligulchu Turkiyadagi laligul bilan Kanadadagi laligul o'xshamdi. O'xshaydi. Zaminning nariga qarasangiz, bu Alloh yaratgan bir tür zaminning hamma yerida o'xshaydi. Yine bu mu Allah'nınki bir ekanligining isboti. Agarda Allohdan boshqa bir iloh bo'lgan bo'lsa, Turkiyada men manda qatirgili yetishtirman. Sen Poloniyada manda qatirgili yetishtirgin deb balkim bo'lishib olgan bo'ladi, o'xshamagan bo'ladi. Ammo qarasanglar, butun dunyoning nariga qarasanglar, atirgul hamma yerda o'xshash. Yine bu mu bizning Rabbimizning bir ekanligini isbotlaydi. Endi biz yig'ib aytgancha nimani bildik? Kainatni yaratgan yolg'iz bir Alloh ekanligini bildik. Allohning hech qanday sherikining yo'qligini bildik. Agarda Alloh yolg'iz bo'lmagan bo'lsa, butun koinotning tartibi buzilib ketgan, butun jonliqlarning yaratilishi boshqa bir xil o'zgarib ketgan, ya'ni o'zgargan ahvol bo'lishi mumkin edi. Ya'ni bu bayatdan ko'rsatgan butun dalillarning hammasi Allohning bir ekanligini ko'rsatib turibdi. Endi qaranglar, biz Allohning birligini bildik. Buni bilgandan keyin biz qanday qilamiz?
Tamam, birligini bildik. Endi qanday qilamiz deymiz deb so'rashinglar mumkin. Birinchisi, faqat bir Allohga ibodat qilamiz. Faqat bir Allohga ibodat qilamiz. Bu nima degan gap deb desanglar, men sizlarga buni konkret tushuntirib qo'yay. Ya'ni biz ibodat qilgan vaqtimizda, ya'ni namoz o'qigan vaqtimizda, duo qilgan vaqtimizda, Qur'on o'qigan vaqtimizda Allohga boshqa narsani vosita qilib olmaymiz. Faqat bir Allohga ibodat qilamiz. Bu vosita qilinish degan qanday gap desanglar, masalan, men Kanadaga bir narsa evetmekçi. Bir parça xitim var, şunu evetmekçi. Ama bunu ben özüm bir vasıtamda evetemeyim. Çünkü Kanada behirak. Nimenin vasıtlarını evetime? Belki aeroplanda kargo olan evetime. Şunda mı? Aeroplanın vasıtlarını anındaki Kanada'ya eveteleyim. Yani bu vasıta diyen gel, bir iki nesne otursa, yeni bir nesneki peyda buluşu. Bunu biz vasıta deyimiz. Yani Allah'a ibaret kılganca biz kandak kılımız? Fakat Allah'a, yani mesela dua kılıbatımız fakat Allah'a dua kılımız. Ey Allah, benim mav hacitimden çıksılar deyip Allah'a dua kılımız. Bu dualarımızda, yani mesela benim mandak ihtiyacım var, sen Allah'a yetkizip koygan bolsan, deyip yeni bir nesne vasıta kılıbasak bulamdı o? Hergiz bulmaydı. Yani şapaat. İkincisi, başka neresinden şapaat talep kılmayımız. Endi bular nima degan gap? Qaranglar. Ba'zi insonlar Allohni badaydi, ammo lekin Alloh bilan o'zining o'rtasida butlarni vasita qilib oladi. Ma butlarga ibodat qilsak, ma but berib bizni Allohga deb deydi. Ma ibodat qildi deb Allohga yetkazadi. Yoki bo'lmasa biz ma butlarga nazr qilsak, bu butlar berib buning savobini Allohga deydi. Shundan Allah bu butlarning vasitasidan yozadi. Deydigan e'tiqodda bo'lishi mumkin. Bu qat'iy xato. Biz yani Allohga ibodat qilishda hech qanday bir vositaga ehtiyojimiz yo'q. Sizdan misol so'rab boqay. Alloh nada? Yani men Kanada xatovat uchun Kanada bekroq bo'lg'achqa bir vositaga ehtiyojim bo'ldi. Ammo Alloh nada? Alloh yaqinmi? Qaysini bilasizlar? Allah osmonda. Yani qaysini deb baqsa Alloh nada? Maşallah. Allah erişte. Şimdi ama Allah erişte. Endi Allah'ın erişi qayada deb so'rashimiz mumkin. Allah'ın erişi qayada? Men sizga deb beray. Qaranglar. Mana bir taqsa deylik, shunday bir yakumsin deymiz, buni bir legend deylik. Bu legendni Allah'ın erişi desek, mesela Mao tengini biz alem deylik. Bu alemning o'rtasida yer shari bor, mesela kichik yer shari bor. Yer şarının o'rtasida nurg'unlagan yulduzlar bor. Hammasi qo'shilib alem. To'g'rimi? Hammasi qo'shilib alem. Endi alem bu shunchalik tangichilik cho'nglikda bo'lsa, Allohning arshichi ma taqsidek cho'ng. Men faqat sizlarga bu taqsidek bo'lmaydi albatta. Sizlarga cho'ngligini ifodalab berish uchun tushuntirib o'taman. Ya'ni alem yer shari, biz yashayotgan yer shari kichik bir yer shari bo'lsa, bütün alemdeki yıldızlar hemmisi koşulup muş tengiçilik bolsa, yani alem muşunçilik bolsa, Allah'ın erşi ma'u degen okşaş çoğ demekçi. Tutunlar mı? Yani Allah'ın erşi muşundaq çoğ. Yani Allah Teala bizni her vakit görüp duralaydı. Bizni her vakit görüp durdu. Her bir işimizni, her bir qilgan o'y xiyollarimizni nimani o'ylagan bo'lsak, qalbimizga, ko'nglimizga nima kechgan bo'lsa, Alloh uni har vaqt bilib turdi. Chunki biz Allohning nazarida nihoyatim kichik bir maxluq. Allohning arshi shunda cho'ng bo'lsa, Alloh albatta nihoyatim bek cho'ng. Ana biz nihoyatim kichik bir Alloh yaratgan kichik maxluqat. Bizni Alloh bilamdi, albatta biladi. Har vaqt Allah bizni bütün mevcudatnınki qandaq kelgen her vaqt görüp durdu. Bütün ösümliklerinin, hayvanlarının, insanların ihtiyaclarını birli vaqt qamdab turalaydı. Birli vaqtda başquralaydı. Birli vaqtda kontrol qilalaydı. Yani her vaqt Allah Taala öldüralaydı, yani tirildirelaydı, ço'ng qilalaydı. Yani bir bizning
Çoğun buluşumuzmu Allah'ın izni bilen buludu. Yani her bir işini Allah başına başkurup duralaydı. Müşündaq çoğun Allah'qa bir narsani vasıta qilsak yetkizib bera olamizlarcha? Vasıta qilishimizning hojati bormi? Vasıta qilishimizning qat'iy hojati yo'q. Ey Allah deb qo'limizni ko'tarsak, Allah bizni ko'rib turadi. Allah bizning yenimizda bo'ladi. Allah bizni ko'rib turadi. Ey Allah deb bir ibodat qilsak, namoz o'qisak, Qur'on o'qisak, Alloh taolo har vaqt bizni ko'rib, uni bilib turadi. Farishtalar dafteriga yozib turadi. Bizningki Allohga bir narsani vasıta qilishimizning hech qanday bir ehtiyojimiz yo'q. Hech qanday bir hojati yo'q. Yani Allah müşündaq ko'rib turdi. Qarang, ha? Ma'nimo, ma çümüle. Bu çümülni biz bekroq yaqin kelmasak, balkim ko'rolmaymiz. Ammo lekin Alloh taolo qorong'u kechida, qop-qora kechida, qora toshning ustida, qopmash mesela qora çümüle, qora toshning ustida tursin. Qora toshning ustida tursin. Biz uni balkim kunduzimi olsak, tezda ko'rishimiz mumkin qora toshning ustida turgan bo'lsa. Ammo lekin Alloh taolo qorong'u kechida qora toshning ustidagi qora çümülni ko'ralaydi. His qiladinglarmi? Biz ko'ralamizmi? Kechida qora toshning ustida bir tog' qora çümülü bo'lsa, biz ko'ralamizmi? Biz ko'ramaymiz. Ammo lekin Alloh taolo kechida qora toshning ustidagi qora çümülni ko'ralaydi. Yani mushundaq, yani qudratlik bir zot. Bu çümülni ko'ralagan bizni ko'ralamdi? Albatta har vaqt bizni ko'rib turadi. Har vaqt bizning nima qilganligimizni bilib turadi. Bizning Allohga bir narsani vasf qilishimizning hech qanday bir ehtiyoji yo'q. Yani vasf qilib olsak, Alloh bizga g'azablanadi, achchiq keladi. Men sening yoningda tursam, har vaqt seni ko'rib turayotgan tursam, yana nima ish qilmang bevosita demay telefon qilsan degandek. Masalan, onamiz yanimizda bo'lsa, biz onamizga xotirjam gapimizni qila olamiz. Ammo lekin onamiz uydan chiqsa cho'q qila olamizmi, qilamiz bir telefonning vasitasidan gap qilamiz. Shundaymi? Ammo lekin Allohga bir telefon o'xshash bir vasita ketmaydi. Har vaqt yanimizda bo'lg'achqa pichirlab turib, asta gap qilsaqmi, Alloh taolo buni anglaydi. Ko'nglimizda o'ylasaqmi bilib turadi. Tamam, bunu his qila oldinglar. Yani Allohning birligini, qudratini bilgandan keyin biz qanday qilamiz? Faqat bir Allohga yolvoramiz. Faqat Allohni yenimizga o'xshash o'ylab turib ibodat qilamiz. Qaranglar, mushu osmon zaminni har vaqt ko'zib turgan Alloh bizning duolarimizni ko'ra olamdi, albatta ko'ra oladi. Mushundaq zo'r olamni har vaqt ko'zitib, har vaqt boshqarib turish qodir bo'lgan Alloh bizningki qilgan duolarimizni, bizning qilgan ibodatlarimizni ko'rishga har vaqt qodir. Endi Allohning birligini bilgandan keyin qanday qilamiz? Yani Allohni bir deb turib, xristianlarga o'xshash boshqa narsani o'rtaq iloh deb qabul qilish bu xato. Biz Allohni bir deb bildik, Allohga boshqa narsani o'rtaq iloh deb hargiz qabul qilmaymiz. Xristianlar nima deydi? İsa alayhissalomning va Maryam onamizning, ya'ni Allohga o'rtaq iloh. Mushu nima İsa bo'lsa, İsa alayhissalom bo'lsa Allohning o'g'li, Maryam onamiz bo'lsa, mashu Allohning ayoli nazbillah. Ashundaq deb ibodat qiladi. Biz Allohning birligini bildik. Allohning hech qanday bir tug'ilmaganligini, bola topmaganligini bildik. Endi qarab taqayli. İsa alayhissalom bizga o'xshash insonmi? Bizga o'xshash inson. İnson Allohdek bir yaratquchi bo'la olamdi? Ashta yaratquchi o'xshash Allohga o'xshash bir narsaga qodir bo'la olamdi? Hargiz bo'la olmaydi. Shundan bir bizga o'xshash bir inson, yana bir inson yaratishga hargiz qodir bo'la olmaydi. Yana inson hargiz iloh bo'lishga loyiq emas. Biz bu xristianlarningki bu e'tiqodini qat'iy qabul qilmaymiz. Balki nima deb qabul qilamiz? Qaranglar. Allah birdir. Yani Allah birdir deymiz. Tug'ilgan emas, bola topgan emas. İsa alayhissalom biz insonlarga o'xshash Allohning bandasi. Banda degan nima? Bizga o'xshash inson, ya'ni bizga o'xshash inson. Va biz insonlarning bir Allohni tanib, uningga ibodat qilish uchun avatgan elchisidir deb taniymiz. Maryam alayhissalom İsa alayhissalomning onasidir.
Meryem aleyhisselam İsa aleyhisselamның anısı. Yani İsa aleyhisselam dadısız yaratılgan. Yani Allah Teala'nınki ruh körpülüş bilen, ruhil kudüs bilen İsa aleyhisselam yaratılgan. Hem de belki bazılar İsa aleyhisselamni Allah qandaqsıgi dadısız yaratıp kaldı. Bütün insanların hemmesinin dadısı anısı varken bu İsa aleyhisselamın demiş dadısı yok dep oylap kılışınlar mümkün. Yani Allah Teala'nın İsa aleyhisselamni yaratışı Adem aleyhisselamni yaratqanga o'xshash. Adem aleyhisselamni Allah nimalar yarattı? Qara laydan yarattı, shundan laydan yarattı. Hech qandaq bir örneksiz, yani bu adam yaratib bakmagan holatda Adem aleyhisselamni yaratishga qodir bo'lgan Allah elbette İsa aleyhisselamni dadısız yaratışqa qodir. Dadısız yaratışqa qodir. Allah'ın bununla gücü yetidi. Allah'ın ait kudretlik. Yani jığıp etkan çağda bizim depirimiz Allah bir. İsa aleyhisselam Allah'ın biz insanlara okşaş bendisi. Ve bizge okşamaydigan yeri İsa aleyhisselam Allah Teala'nınki bendilerge biz Allah'ını tanıp onun ibadet kılış için evetken elçisi. Yani insanlarını Allah'a ibadet kılınla, Allah'ını tanınla, Allah'ını bir dep bilinla dep insanlara evetken elçisi. İsa aleyhisselam yaşayan devirde İsa aleyhisselam halkka nima degan? Men Allah'ın bendisi ve Allah'ın elçisi. Allah'a ibadet kılınla, Allah'a bir nersini şerik keltirmanglar dep Allah insanlara yani özününki elçi ekanligini, Allah'ın birligini başkalarga bildirgen. Ama keyin insanlar ezip ketip qanday qilgan İsa aleyhisselamni xato holatda mushu Allah'nınki balası o'xshaydi deb xatolik tunib qolgan. Bu qat'iy xato. O'ylab beqinglar. Masalan, bir ananın balası mushu anasiga o'xshaydi, shundaymi? Masalan, mushukning balasi nima bo'ldi? Mushuk anasiga o'xshash mushuk bo'ladi. Itning balasi nima bo'ldi? It bo'ladi. Shundaymi? Qo'yning balasi nima bo'ldi? Anasiga o'xshash qo'y bo'ladi. Endi Allohninki bir balasi bo'lib qolsa, na'uzubillah, o'ziga o'xshash, ya'ni ashunda qudratlik, andoq bir sifat, o'ziga o'xshash sifatga ega bir zot bo'ladi. Ammo lekin İsa aleyhisselamchi bir inson, bizga o'xshash bir inson. Yani onun da Allah Teala'nın sıfatı var mı? İsa aleyhisselamda Allah Teala'nın sıfatı yok. Fakat Allah yaratkan bir insan ve insanlık evetligen bir elçi, bir peygamber. Bu göz qarashni her vakit kallanglarda aniq tutinglar. Endi etrafinglarda qanday bir darslar bo'lsin, qanday tashviqotlar bo'lsin, qanday narsani o'rgatsin, kallanglarda her vakit bo'lsinki Allah bir. Allah bir. İsa aleyhisselam Allah'ın bendisi ve Allah'ın peygamberi. Meryem anamız bolsa İsa aleyhisselam'ın anısı. İsa aleyhisselam dadısız yaratılgan. Yani Allah Teala Adem aleyhisselam'ın qanday yaratish qodir bo'lgan bolsa, yani Adem aleyhisselam'ın ata-onasi yo'q de, shundami? Uni laydan yaratgan, onun qodir bo'lgan holatda İsa aleyhisselam'ın albatta dadısız yaratishga Allah qodir. Yani biz shunday deb e'tiqod qilamiz. Bizning dinimiz bununla boruydu. Yani haqdan bu. Haq söz bu. Bugün dersimizde sizler Allah'ın bir ekanligini, hech qandaq bir şerikinin yo'q ekanligini, yani bütün kainatni yalnız Allah'ın boshqarib turganligini, her vaqt bizning yanımızda bizni ko'rib turganligini, yani İsa aleyhisselam'ның kimligini biladigan bo'lsanglar, bugün dersimizden maqsadiga yetgan bo'lamiz inshaalloh. Endi sizlarning mendan so'raydigan savollaringiz bo'lsa, mendan so'ranglar. Agar bo'lmasa, men sizlardan savol so'rab boqaman.